Diqqat, aholiga tezkor xabar. Bu videoni pensionerlar oxirigacha ko'rish kerak, chunki pensiya narxi 2026-yil 1-martdan 2 barobarga oshishi mumkin aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum hammaga aziz yurtdoshlar. Bu video aynan pensionerlarga tegishli bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, videoga obязательно bitta like, kanalimizga obязательно obuna bo'lib, chunki 50 mingta obunachi bo'lishimiz kerak aziz yurtdoshlar. Xullas ko'pchilik so'ragan temani bugun aytib o'taman. Ya'ni 2026-yil 1-martdan pensiya narxlari qanchaga oshadi degan savolga bugungi videoda javob olishingiz mumkin aziz yurtdoshlar. Xullas 0.01% ga pensiya puli oshishi mumkin, chunki ko'pchilik aytayapti 2 barobarga oshishi mumkin deb, ko'pchilik aytayapti 50% ga oshadi, 800 ming so'm oladi odam aytayapti 1,5 million so'm pul oladi deb. Yo'q aziz yurtdoshlar, unaqa emas. Pensiya narxi oshadi, sezilarli darajada oshadi aziz yurtdoshlar, shuni esdan chiqarmaylik. Videoga darrov obязательно bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Ikkinchi yangiligim, ya'ni pensiya yoshi o'zgardimi? Aziz yurtdoshlar, ko'pchilik aytayapti, ya'ni pensiya yoshi o'zgardimi deb. Yo'q aziz yurtdoshlar, hali o'zgargani yo'q. Ya'ni o'sha ayollar 55 yosh, erkaklar 60 yosh. Aziz yurtdoshlar, hammaning gapiga ham ishonib qolmang yurtdoshlar, sizlar uchun men xizmatdaman. Obязательно videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, podpискani qilib, kommentariyaga yozib keting. Men ham bu ma'lumotni aziz yurtdoshlar internetda olyapman. Xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga obязательно like bosing, chunki bizga bitta like bossangiz 100 ta odamga ko'rilish imkoniyati beradi. Obязательно videoni ko'rdingizmi, like bosib, kommentariya yozib, kanalimizga obuna bo'ling. Chunki keyingi videolarimiz ham sizga o'xshaydigan aziz insonlar ko'rishiga yordam bergan bo'lasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.